Hazrat Onavining bitta qiziq gapi bor. Yaxshi gapda bu. Aytadiki, bir odam biz davrimizda bir olim juda ham qorni och qolib bo'lar bo'lmas odamdan umid qilayotgan qolar odam qorni chiqib ketgandan keyin tamagirib qoladi. Endi ne ishida ochib bersa bir shogird kelyapti ekan. Koshki edi shu quruq kelmasdan qo'lda bir tovoq ovqat bilan kelganda qorni bir yeb olardim debdi. Keyin u ham kelibdi. Qarasa rangi alqinda bo'lib oqarib turgan ekan, sezibdiki qorni och debdi. Biz o'zi bilib farosat bilan borib ovqat olib kelibdi keyin. Ovqat olib kelgandan keyin kirib bersa, u aytgan ekan domlasi, bolam shu ovqatni men ololmayman. Chunki Hazrat Umar roziyallohu taolo anhuga payg'ambar alayhisolatu vassalom nafsing istagandan keyingisini olma deganlar. Nafsim sen kelib turganingda istadi buni. Tamam paydo bo'lgan menda. Agar sen istamasang, berib qolsa senga olib o'rdi degan ekanlar. Janob Rasululloh Hazrat Umarga aytgan ekanlar. Inda sanda ishrofin nafs, nafsingga intilishi bo'lmasa olaver. Nafsi intilgandan keyin biz olmading. Tamam, shu umid qilish, bo'lar bo'lmasdan umid qilish. Sen birinchi marta kelib turganing senda ishrofin nafs bo'lgan menda. Istaganman shu narsa olib quruq kelmasa edi deb. U ham oling deb bermabdi-da. Hazrat Tahonoy aytarkan, agar davrimizning befarosatlari bo'lsa deganlar, ta'sir atilab sizga olib kelib qo'liga tutkizib qo'yadi. Ha bo'ldi, ta'sirni olib ketaverganiga qaytarib. Borib mahalladan burilib yana qaytib kelgan. Ta'sir meshi burilib ketgandan keyin nafsiz uzildi, endi oling dermish. Aql deganda, endi bo'ldi kelmaydigan izlangan olib kelyapman deb. Endi dars olib qo'ygan ekanda endi. O'sha farosatli shogird ekan. Ishrof nafs yo'q bo'lgandan keyin keldim men degan. Hazrat Onaviy aytarkanlarki, bizning qishlog'imizda men yangi nima bo'lganman, mulla bo'lib nomim chiqqan vaqtida bir bola menga bir kambag'al bola o'qigani kelgan. O'qishga kelganda men shu bolani olib turganimda bir g'am meni to'sgan. Aytganmanki, buni olib qolsam, bunga bergani noniga pulim bo'lmasa deb turib shuni olmaganman. Lekin qaytarib turganda Xudoy taolo bir odam ilm bergan bo'lsa, undan birov so'rab kelgan bo'lsa, agar u man qiladigan bo'lsa, uljima bilijami minan nar, do'zaxning jugani bilan juganlanadigan hadis meni qo'rqitdi. Rizq meniki, men beraman. Olib qoldim haligini. Lekin banda ekanman, o'yladim, buni qayerdan beraman buni ovqatini deb o'ylab turib, bizning qishlog'imizda mubtadiylarning bir odatlari bor edi deydi shu. Odam o'lgandan keyin 40 kungacha bir g'arib musofirni topib ovqat bermasa bo'lmas ekan. O'ylab surishtirib kelsa, shu qishloqda shu meni uyimda turgan boladan boshqa bir kambag'al odam topolmabdi. Ular bunga kelyaptiki, sizga bir nonushta qilib berib turamiz 40 kungacha debdi. Shu men xursand bo'ldim deydilar. Uni qilgan ishini men bid'at deb yuribman deydilar. Haligi deydilar, noni chiqib qolganiga xursand bo'ldim deydi. Ertasiga yana bir odam o'libdi-da, kelibdi, bu shu bolaga kelibdi. Bizniki nimamiz bor, ehsonim bor, har kun bomdoddan qilib berib tursa degan ekan, men bomdodda vaqtimni peshinda bo'lsa boraman deydi u. Bomdodda zamon. Shu kuni yana bir odam o'lib, xuftondan keyingi ovqati ham bo'lib qoldi deydilar. Shu 40 kun ziyofatdan chiqmay qoldi. O'qiveradi, ziyofatni qilaveradi. 40 kun yaqin kelgan sari men yana g'am bosadi. Deydilar, buni nima qilaman-da? 40 kun bundan yana 3 kishi yana o'ldi qishloqda. 100 kungacha ziyofatda yurdi bu deydilar. Oxiri hamma qishloqdagilar chaqirib kelib, odamlar keyin hamma insof qilgan. Bir so'm, bir tiyindan yig'ib turib, shuni nonni chiqarib qo'ymasak, qishloqda qirib oladi dedilar. Bir mulla bo'lish uchun 10 yil kerak dedilar. O'zi insofini pulini chiqarib qo'yadi deb qolmaydi. Qishloqda qirib oladi. Tahonoy rahmatulloh aytarganlarki, odamlarni kichkina gunohmi bu, katta gunohmi deb so'raydigan zamonasi keldi deydi. Hozirda shunday. Nima uchun so'raydi buni? U aslida kichkina bo'lsa ham, katta bo'lsa ham qilmay qo'yamiz demoqchi emas u. Kichkina bo'lsa qilib turaveramiz, katta bo'lsa qilmaylik deb so'raydi ular deydi savolda. U kishi aytadiki, savol berish kerak deydi. Cho'qti kattasi, kichinasi, o'tni kattasi, kichinasi bo'lmaydi deydi. Kichkina cho'qti ham solmaydi, samoga odam katta o'tni ham hech qachon solmaydi. Chunki kichkina cho'q ham turaversa, katta o'tni ishini qiladi ba'zida. Ko'rinmaydigan gunoh, ko'rinmaydigan shakl bo'lsa, ko'rinadigandan battar ish qiladi. Mutashabbiy aytar ekanlar, gaz hech ko'ringan emas deydi, lekin ko'tganda hamma joyga yoqib yuborgan deydi. Indamay turib, pisillab turib hamma joyga yoqib yuboradi.